Ravam buldu, berişi ravam buldu. Sen yarının derdide ay jürgüm tavam buldu, jürgüm tavam buldu. Oy sen yarının derdide ay jürgüm tavam buldu, jürgüm tavam buldu. Bakı kiri beğendim, güldeste direği değmen, vay güldeste direği değmen. Mihriban şu yarımın, minidin suyayı değmen. Mihriban şu yarımın, minidin suyayı değmen. Bakıcıda diyelim, babani bulay değmen, babani bulay değmen. Bu şehirde sen bilen, bölümü kolay değmen. Bu şehirde sen bilen, bölümü kolay değmen. Bu şehirde sen bilen, bölümü kolay değmen. Navbatdagi so'z Uyg'ur shoirasi Hojixon opaga. Assalomu alaykum azizlar, san'at shaybalari. Bugun san'atga tashna qalblar orom oldi. Sig'ingan dillar navola mehriga qondi. Yuraklar bir pasga g'am tashvishni unutib, dillarda shodlik, yuzlarda tabassum uyg'ondi. Buning uchun O'zbekiston xalq artisti Uyg'ur va o'zbek xalq naqshchilik san'atining taraqqiyotiga katta ulush qo'shgan Uyg'ur va o'zbek xalqining maqomlarini mahorat bilan, yuksak mahorat bilan ijro qiluvchi Uyg'ur va o'zbek xalqining sevimli xonandasi Xolisxon Qodirovaga tashakkur izhor qilaman. Xolisxon Qodirova aslida ta'riflarga muhtoj emas. Xolisxon o'zining betakror qo'shiqlari bilan allaqachonlar buyuk iste'dod sohibi ekanligini namoyish qildi va allaqachonlar san'at cho'qqalarini egallab, san'at osmonida yulduz bo'lib parlagan. Lekin shunday bo'lsa bir ikki narsani ta'kidlab o'tkim kelyapti. Biz xizmat safari bilan O'zbekistonning xayriga bormaylik, uzoq qishloq, uzoq yezlarga borganimizdami, biz radiodan, Uyg'ur redaksiyadan keldik deganimizda darrov Xolisxon nomini tilga ilishdi. Demak, O'zbekistonda Xolisxonning nomi bo'lmagan, Xolisxon naqshlari yangramagan biror oila yo'q desak mubolag'a bo'lmaydi ekan. Xolisxon o'zining o'sha betakror naqshlari bilan Uyg'ur xalqining tarixini, madaniyatini, san'atini, ular qanday kiyingan, qanday yashagan, orzu-armonlari qanday bo'lganlari bilan xabardor qildi va Uyg'ur xalqiga mehr muhabbat tuyg'ularini uyg'otdi. Va shuning bilan birga ikki xalq va O'zbekiston xalqlari bilan do'stlik rishtasini teximmakkan bog'ladi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Uyg'ur muqomlari qachon paydo bo'libdiki va ular to shu kungacha 15-16 asrlarga kelib 12 muhim holatga kelib rattinib ijro qilib kelayotgan bo'lsa, bu maqomlar faqat erkaklar ijro qiladigan naqshlar bo'lib kelgan. 50-yillarda maqom mashrablarga ayollar ovoz qo'shilgan bo'lsa-mu, ta Xolisxongacha hech kim bu maqomlarni mahorat bilan ijro qila olmagan. Shu sohada men Xolisxon Qodirovani O'rta Osiyoda Uyg'ur maqomlarini kuylaguvchi yagona ayol maqomchi deb aytsam mubolag'a bo'lmaydi albatta.
Xolisxon Qodirova qanchalik badan avjladi kuylimisin odam shunchalik rohatlanib huzurli tingshaydi. Bu haqda O'zbekiston xalq artisti mashhur bastakor Abduhoshim Ismoilovniki bu qanday ovozga cheki yo'q degan ta'rifining o'zi munosib baho deb o'ylayman. Xolisxon Qodirova Uyg'ur xalq naqshlarini, muqomlarini qanday yuksak mahorat bilan ijro qilgan bo'lsa, o'zbek xalq muqomlari va muqom yo'lga qo'shiqlar va lirik qo'shiqlarni shunday yuksak mahorat bilan ijro qilib keldi. Shuning uchun Xolisxon nomining mashhur xonandalar Berta Davidova, Saodat Qabulova, Kamuna Ismoilova, Farog'at Rahmatova qatorida hurmat bilan tilga ilinishining o'zi biz uchun faxrlik tuyg'u. Biz bulardan Uyg'ur qizininki shu qadar yuksak baho berilishidan biz yuksak faxrlanamiz. Xolisxon haqida qancha ko'p gap qilsak arziydi. Endi vaqt taqozosi bilan Xolisxon bilan keyin sog'lik salomatlik Abdukarim akam bilan uzoq yillar qo'sha qarib, bolalarning rohatini ko'rib o'tishini tilayman. Dilrabo kuy bilan alga suygu vafo salom so'ygu bayon qilding. Uyg'urning xush fazilatin olamlarga ayon qilding. Muqomlarning sadosini go'yo ashga ravon qilding. Berib do'stlarga kuch, ilhom, g'arib qalbini xon qilding. G'arib qalbini xon qilding. Bo'lib bulbul navo aylab, ko'ngilni shodimon qilding. Nolishlaringda nafisi sozining aksini ko'rdim. Ili Torim Zarafshonning navosi mavjini ko'rdim. Aziz mardona xalqimning haloltar ajrini ko'rdim. Berib do'stlarga zo'q, orom, g'arib qalbini xon qilding. Bo'lib bulbul navo aylab, ko'ngilni shodimon qilding. Ko'p yasha ey naqshchi do'stim, tilayman sog' omonlikni. Chekmagin dard ikki olam, ko'rmagin hech yomonlikni. Havaskor ahli o'rgansin seningdan xush zabonlikni. Berib do'stlarga zo'q, orom, g'arib qalbini xon qilding. Bo'lib bulbul navo aylab, ko'ngilni shodimon qilding. Rahmat. Uyg'ur xalq qo'shiqlaridan Yor gullar raqsida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Erkin Qahhorov. Çelip otasam yargıla Hayalimga sen kelding do'st bala Dutar chelib otasam yargıla Hayalimga sen kelding do'st bala Derding bo'lsa ayt yarim yargıla O'rgilmay mundosh qilaman keldim do'st bala Derding bo'lsa ayt yarim yargıla O'rgilmay mundosh qilaman keldim do'st bala Yargıla 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 Yargıla, yargıla Mundosh qilaman keldim do'st bala Yargıla, yargıla Yargıla, yargıla Yargıla, yargıla Mundosh qilaman keldim do'st bala Senin mani yargıla Senin bo'lma kimning men do'st bala Senin mani yargıla Senin bo'lma kimning men do'st bala Qashqarning bozoridan yargıla O'rgilmay Alloh yo'lim sen do'st bala Qashqarning bozoridan yargıla O'rgilmay Alloh yo'lim sen do'st bala Yargıla 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 Yargıla, yargıla Allah'ın gülüm sen do'st bala Yargıla, yargıla Yargıla, yargıla Yargıla,
chelib o'tasam yarg'ila Xayolimga sen kelding do'st bola Dutar chelib o'tasam yarg'ila Xayolimga sen kelding do'st bola Darding bo'lsa et yarim yarg'ila O'rgilmay mundosh qilaman keldim do'st bola Darding bo'lsa et yarim yarg'ila O'rgilmay mundosh qilaman keldim do'st bola Yarg'ila 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 mundosh qilaman keldim do'st bola Yarg'ila 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 mundosh qilaman keldim do'st bola Şəbbayat muqamının muqaddiməsi Bilal Nazimi g'azali Ey malohat kishvarim xayliga sultonmisan Bir boqib ko'nglimni olding ofati davronmisan Ko'nglim olding yerga hargiz boqmading ey maxluqo Durmisan yo lalmisan yoxud labi marjonmisan Bakıp gönlün aldım o peti Gönlüm aldım irser biz bakmadı Ey mahluk Dur mu sen ya ben misin Ya o nebi Nesteriye
Malahatlik şey ya berisin ya meleksen bilmedim insan mısın? Gülüyorsun yanık yüzünde bu bulan bir çarene aynı damanandı bulbul Gonca yüreğim sen aya derdim bir Ko'rmabmiding Uyg'ur xalq qo'shig'i.
Yana Uyg'ur xalq qo'shiqlaridan onamga. Aman bulunlar. Rahmet. Turdalı geldiniz. Rahmet. Xeylam akamның oğulları Azizcan. Tebrikler. Uyg'urlar uchun jinni pido qilgan muhabbat. Tabriklayman sizni. Rahmet, rahmet. Navbatdagi so'z Uyg'ur Madaniyat Markazidan Soniya Shaydinovaga. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va qadrli mehmonlar. Bugun Uyg'ur xalqining xush ovoz xonandasi va Uyg'ur xalqining yorqin yulduzi, hurmatlik va izzatlik Xolisxon Hada Qadirovaning ijodiy faoliyatiga nishonlab o'tiribmiz. Hurmatli Xolisxon Hada, siz naqshlaringizni yuksak mahorat bilan ijro etib, xalqimizga xizmat qilib kelayotgan cho'ng san'atkorsiz.
Sizning aytgan naqshlaringizda Uyg'ur xalqining o'tmish tarixi, adabiyoti va san'ati aks etiladi. Shuning bilan birga xalqimizning madaniyatini, san'atini rivojlantirishga va Uyg'ur xalqi bilan o'zbek xalqining o'zaro do'stligini yanada mustahkamlashga cho'ng hassa qo'shib kelyapsiz. Hürmetli Xalısxanada sizni Respublikalik Uyg'ur Madaniyat Markazi Ayal Qizlar Raisi Meryem Hadab Tiyipova nomidan va O'zbekiston Ayal Qizlar nomidan tabriklaymiz. Sizga uzoq umr, baxt, saodat va tugunmas baxtlar tilaymiz. Aman bo'ling. Aman bo'ling. Uyg'ur xalq qo'shiqlaridan Oyguli. Tağaralap su geldi Üncüma can saybiyeler Kelip kaldı söygen ya Onarlık bağda gül açma ay gülüm coran halmen kaçma Uzakladı göründü Güller içinde bir gün Onun şahıda sayra Yayrar kuş avaz Onarlık bağda gül açma ay gülüm coran halmen kaçma Eşi gülge mektum Baksam dildi tardıda An kurban bolğunda ay gülüm Onarlık bağda gül açma ay gülüm coran halmen kaçma coran halmen kaçma Navbatdagi so'z sevikli adibamiz O'zbekiston xalq shoirasi Halimaxonim Xudoyberdiyevaga. Siz o'zingiz har qanday guldan ortiqsiz. Xalısxon opa. Hozir
mana qanchadan beri o'tirgan bo'lsak, shu qadar mahliyo bo'lib o'tiribmizki, bu Allohning mo'jizalari ko'pda. Shu Xolison Qodirova ham Allohning yerdagi bir mo'jizasi deb o'ylayman-da. Abduhoshim Ismoilov juda ham topib aytibdi. Cheksiz ovoz sohibi deb juda ham topib aytdi. U bizni san'atimizda juda katta bilimdoni va siz 50 yillardan beri Uyg'ur xalqini bizni xalqimizga sevimli qilib kelyapsiz. Hurmat orttirib kelyapsiz. Ey tez pishar meva, birdam eskirma. Yangilanish o'zi karam eskirma. Yashnab turgan bog' sen tikanzor emas. Ey yapyangi ma'no, hech ham eskirma. Bugungi Uyg'ur o'zbek san'atining hech qachon eskirmaydigan, hamisha yangi, tarovatli ovozlaridan biri Xolisxon Qodirova. Muhammad payg'ambarimiz ayollarga alohida to'xtalib so'nggi xutbalarida shunday karomat qiladilar. Ayol Allohning omonatidir deb. Tarixda mana shunday Allohning omonati bo'lib yashab o'tgan bizni ulug' onalarimizdan biri Shayx Robiya, shoira Robiya edi. U kishi Basra shahrida yashab istiqomat qilar, shu shahardagi bo'lib o'tadigan anjumanlarda hamisha faol ishtirok etar edilar. Yana bir ma'naviy ildizlarimizdan biri Hasan Basri Hazratlari o'zining jon olar, jon berar tarzdagi jozibador nutqlarini asosan shu ayolni nazarda tutib o'qir ekanlar. Nimadir bo'libdi-yu, mana shu anjumanlarga bizni ulug' onamiz Shayx Robiya, shoira Robiya kelmay qo'yibdilar. Hasan Basri Hazratlari ham o'zlarining ma'ruzalarini to'xtatibdi. Jamoat orasida har xil gap so'z, hasad nimalar tarqalibdi. Nima endi shu boshiga bitta ro'mol o'ragan zaifachalik bizni qadrimiz yo'qmi? Nega nutqini o'qimaydir kabi. Shunda Hasan Basri Hazratlari aytgan ekan: "Men o'zimning arslonlarga, fillarga atagan ozuqalarimni chumolilarga bermayman" degan ekan. Bizi Xolisxon Qodirovamiz men shu ana shunday arslon tabiatli, fil tabiatli ayollar safiga qo'shgim keladi. Xolisxon opani shunday katta jasorat bilan kelyaptilar. Bir xalqni, muayyan bir xalqni sevimli porlagan yulduzi bo'lishi mumkin, lekin 2-3 xalqni shunday yulduziga aylanish har kimga ham nasib qilaveradigan hodisa emas. Taniqli, mashhur bo'lishi mumkin odam, lekin sevimli bo'lish hammani ham qo'lidan kelmaydi. Biz hozir shu sevimli ayoliga atagan dunyoning eng go'zal ayoli degan she'rimizni o'qimoqchimiz. Kiyimga ul qadar ehtiyoj yo'qdir. Sahnada chittasiz yoki dingizlar. Ko'nglingiz xotirjam, ko'zingiz sho'xdir. Mevalarga nisbat berilsa agar, bilmam oluvchami, qorolisiz siz, dunyoning eng go'zal ayolisiz siz. Taqdir hamisha ham silamas boshni, yillar ham o'tdilar, dovullar qoqib, o'zingiz ko'tarib boshdagi toshni, goh muqim bir yerda, goho uloqib, hech gap o'tmaganday yurib kelyapsiz. Bugun bu sahnaga kirib kelyapsiz. Muhimi mana shu, boshqasi yolg'on. Bugun Xolisxonga gullar to'shangiz. Dunyo eski do'kon hammadan qolg'on. Bizdan ham qolguncha yayrab yashangiz. Uyg'ur u o'zbekning hilolisiz siz. Dunyoning eng go'zal ayolisiz siz. Boz baland tutsinlar baland qadlarin, 70 avji gullash balog'at payti, dunyoning eng sara ishq oyatlarin, yerdagi shu eng go'zal ayolga ayting,
qishga bor sollona, kuzga kiring deng, 80ga kiring deng, 100ga kiring deng. Davramizda ishqning xayoli yursin, dunyoning eng go'zal ayoli yursin. Rahmat Halimaxon, rahmat, katta rahmat. Katta rahmat sizga. Tog' boshida ro'molim qoldi. Halima Xudoyberdiyeva she'ri, G'anijon Toshmatov musiqasi. Halimaxonim. Tog' boshida ro'molim qoldi. O'sha tinchim yo'qoldi. Tog' boshida ro'molim qoldi. O'sha tinchim yo'qoldi. Duch keladi unga ovchi. Boshida ro'molim qoldi. Kunduz telpak kiygan javoz, hadey tortma yuragingni yoz. Kunduz telpak kiygan javoz, hadey tortma yuragingni yoz. Oting uchun kechinglar bo'lgan, ro'molimni sen olding ayt. Kunduz telpak kiygan chavandaz. Uchqur bo'lur tog' yigitlari, yana rashkchi ularning bari. Uchqur bo'lur tog' yigitlari, yana rashkchi ularning bari. Sen uloqda o'zgin ulardan, bir yigitcha rashk ham qilarsan. Uchqur bo'lib tog' yigitlari. Shu shartlarni bajarsang o'g'lon, jayron ko'zga fido bo'lsin jon. Shu shartlarni bajarsang o'g'lon, jayron ko'zga fido bo'lsin jon. So'rmolim olsang mayliga, bizning tog'da qolsang mayliga. Shu shartlarni bajarsang o'g'lon, shu shartlarni bajarsang o'g'lon. Toshlig'on, toshlashmag'on. Uyg'ur xalq qo'shig'i raqsida Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Nigor xonim. Toshlig'on, toshlashmag'on, toshlashib yo'nochlashmag'on, toshlashib yo'nochlashmag'on.
Son yazar bayabanlar. Navbat Xolisjon Qodiyevaning shogirdlaridan Dilbar Davutovaga Do'lon sanami Uyg'ur xalq qo'shig'i